Sultan II Selimning ana shunday fosiq va sultonlikqa loyiq bo'lmaganligi sababli, shundaqla uning aysh ishratga omroqligi sababli Osmoniylar tuprog'ida tunji bo'lib aroq setlishga, ba'zi nashan ishlar paydo bo'lishga boshlaydi. Endi bir tarafdan Osmanlılar tuproqlarida echilgan Yevropa davlatlarining elchixonalari bo'lsa, Osmanlılar davlatiga har xil fikrlarni taqtish bilan birga Osmanlılar davlatidagi ba'zi vazirlarni, mansabdorlarni bir-birlab har xil usullar bilan setib olishga boshlaydi. Sultan 4-Murad Osmanlılar davlatining keyniga chekinayotganligini his qilgan, Yevropaning uyg'unish qarab menayotganligini e'tirof qilgan tunji Osmanlılar sultoni. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Sultan Süleyman Qanuniyninki ikki ayoli bor edi. Birisi bo'lsa Yahudi Hürrem Sultan edi. Hürrem Sultan aslida Qrimdagi Tatar musulmonlar Rossiyaga urush ochgan vaqtda, ular qarshilik ko'rsatgan vaqtda ularning orasidan asir olgan bir ayol edi. Bu musulmonlar bu ayolni Sultan Süleyman Qanuniyga hadiya qilib avatgan. Sultan Süleyman Qanuniy bu ayolni xotinlikqa olgan. Shunda qilib Hürrem Sultan Süleyman Qanuniyninki ikkinchi ayoli bo'lgan. Sultan Süleyman Qanuniyninki yana bir ayoldan ikki balasi bor edi. Hürrem Sultandan bir balasi bor edi. Shundaqla yana bir ayoldan bo'lgan Mustafa nait qobiliyatli, istidodli qo'mondan edi. Hürrem Sultan o'zining balasi 2-Selimni sulton qilish uchun Mustafani o'ldirish uchun ajoyib rezil bir suiqasd planlaydi. U bo'lsa-mu Hürrem Sultan Mustafani Safavilar bilan birlashib sizga isyon qilmoqchi degan bu gapga ishontirdi. Shundaqla bu yolg'on uchun bir qator ssenariyalarni tuzib Sultan Süleyman Qanuniyni buningga ishontirdi. Sultan Süleyman Qanuniy ishinib qilib, o'g'lim menga dushmanlar bilan birlashib qarshi turmoqchi ekan deb o'zining istidodli o'g'li Mustafani qatl qiladi. Uning yana bir qarindoshi akasining nahaq o'ltirganligiga hasratlanib o'lib ketadi. Faqat taxt varisi Hürrem Sultandan bo'lgan balasi 2-Selim laqab qoladi. Natijada Sultan Süleyman vafot topgandan keyin uning o'rniga Hürrem Sultandan bo'lgan balasi 2-Selim Osmoniylarning sultoni bo'ladi. Sultan 2-Selim bo'lsa aysh ishratga berilib ketgan rahat paras, diniy eng nihoyat tuvan edi. Bu sababdan u taxtga chiqqandan keyin Osmoniylar davlatiningki har jihati chekinishiga sabab bo'lgan bir qancha qarorlarni chiqardi. U qarorlarning birinchisi bo'lsa, bundan keyin sultan vazirlar majlisiga qatnashmaydi. Uning o'rniga bosh vazir, ya'ni Sadr Azam qatnashib davlatni boshqaradi deb belgilangan. İkincisi bo'lsa, Yeniçeri qo'shini faqat sultan urushga chiqqan vaqtlar chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi deb belgilangan edi. Bu amaliyotda Yeniçeri qo'shinni amaldan qoldirgan, kuchsizlantirgan bilan barobar edi. Sultan 2-Selim mana shunday qarorlar bilan davlatni Sadr Azamga topshirgandan keyin o'zi aysh ishratga berilib ketdi. Lekin Sultan 2-Selimning yana bir vaziri Sokullu Muhammad Pasha bo'lsa, nayt dindor odam edi. Shundaqla Osmoniylar davlatiga ichidan kuyindigan kishi edi. U bu sababdan o'zining kuchi yetganicha nurg'unlagan tirikchiliklarni ko'rsatib, Misrdagi ba'zi isyonlarni, Yamandagi isyonlarni tinchitdi. Shundaqla Sultan 2-Selimni to'xtamay ogohlantirib turib, ba'zi xatarlardan saqlab qoladi. Shundaqla Sokullu Muhammad Pasha Sultan Süleyman Qanunining arzusi bo'lgan Don va Volga daryosiga bir kanal ochdi. Bu orqali Ruslardan keladigan tahdidni to'sib qoladi. Milodiya 1571-yili Qibris Ventsiyaliklarning qo'lidan olinib Osmoniylarga qo'shiladi. Lekin Ventsiyaliklar Ispanlar va Malta orolidagi xristianlar bilan birlashib, birlashma qo'shin hosil qiladi va Osmoniylarning dengiz flotiga keng ko'lamli urush ochadi. Natijada bu urushda Osmoniylar mag'lub bo'lib 130 kemasi cho'kib ketadi. 300 dan biri qardan chiqadi ve 30 ming musulmon shahid bo'ladi. Osmoniylar bundaq mag'lubiyatga uchramog'i uzun bo'lgan bo'lib, bu mag'lubiyat musulmonlarning yuragini dag'laydi. Sultan 2-Selimning ana shundaq fosiq va sultonlikqa loyiq bo'lmaganligi sababli, shundaqla uning aysh ishratga omroqligi sababli Osmoniylar tuprog'ida tunji bo'lib aroq setlishga, ba'zi nashan ishlar paydo bo'lishga boshlaydi. Shundaqla bu haroqqa bekor yeb yotgan, urushdan to'silgan Yeniçeri qo'shini nihoyat kunib xuma bo'lib ketadi. Ya'ni Sultan 2-Selimning davri Osmoniylarningki ham siyosiy, ham diniy har jihati chekingan davr hisoblanadi. U ana shundaq 8 yil sultan bo'lgandan keyin 1574-yili 12-oyning 15-kuni vafot topadi. Uning o'rniga o'g'li 3-Murad Osmoniylarning 12-sultoni bo'ladi. Sultan 3-Murad qasrdan chiqmaslikda dadasiga o'xshaydi. Lekin dadasiga o'xshash aysh ishratga berilib ketmagan, ammo tasavvufga moyil edi. Şiirga amroq edi. Uning da ilgirki Osmoniylar sultonlarida bo'lgan bir xil jangovarlik, jihad ruhi yo'q edi. Shuning uchun uning davrida Muhammad Pasha bosh bo'lib, qo'shin tortadigan qo'shin tortadi va davlatni boshqaradi. Masalan, Marokashda isyon ko'taradi, uning qarshi qo'shin tortib, u yana besiqtiradi. Safaviylar davlatiga qo'shin tortib, ularning bir qism zaminini egallab Osmoniylarga qo'shadi. Sultonning ana shunda qasrdan chiqmaydiganligiga qaramay, u davrda Osmoniylar tuprog'i 20 million kvadrat kilometrga yetadi. Shundaqla Sadr Azam Muhammad Pasha haroq sharobni cheklash qonunini chiqaradi. Lekin boshqa vazirlarning va Yeniçeri qo'shinning besimi
sababli bu qarorni amaldan qoldirishga majbur bo'ladi. Chunki Yenichar qo'shini bu haroqqa kunib, unidan ayrilmaydigan holat kelgan edi. Muhammad Pashaning davlatni ana shunday o'z oldiga idora qilib, ba'zi qonunlarni vazirlarning kengashiga serib chiqarishi Sultan 3-Murodning ayoli Safiyani ansirtdi. Ya'ni podshohlik yo'ldoshining qo'lidan chiqib ketgudak deb ansirab Muhammad Pashaga suiqasd urlashtirib uni o'ldirib edi. Muhammad Pasha o'ldirilgandan keyin Sultan 3-Murodning ayoli Safiya davlat ishlariga aralashishga boshlaydi. Safiya Sultan shunday hiylagar ayol ediki, yo'ldoshi 3-Murodni o'ziga noit ram qilib olgan. Bu sababdan 3-Murod uning ustiga ayol ilishni qat'iy rad qilib kelgan. Ammo bu ahvol onasi Nurbanu Sultanni noit bearam qilgan. Bu sababdan uningga dunyoning har qaysi joylaridan 50 ga yaqin didak va jariyalarni tip akilib, uning xizmatiga selib qo'ygan. Natijada Sultan 3-Murodning ayoliga bo'lgan bag'inishi bir oz pasaygan. Sultan 3-Murodning Safiyadan faqat bir farzandi bor edi. Mushu bir farzandi uchun 50 kun non taqitib mana shunday so'rin tuzib uni tabriklagan. Ammo 50 jariyasidan 46 farzandi bo'lgan. Shundaqla Sultan 3-Murod 1695-yili vafot bo'lish oldida yana jariyalarningki qusqudi bor edi. Ya'ni Sultan 3-Murod vafot topgandan keyin Safiyadan bir bolasi boshqa jariyalardan bo'lib jami 100 ga yaqin farzandi bor edi. Ya'ni Sultan 3-Murod Osmonlar tarixidagi eng ko'p jariyasi bo'lgan, eng ko'p farzandi bo'lgan sulton hisoblandi. Lekin Sultan 3-Murod vafot topgandan keyin Safiya sulton o'zining bolasidan taxtga varis qilish uchun jariyalardan bo'lgan bolalarning hammasini o'ldirib o'tdi. Va shundaqla homildor jariyalarning hammasini dengizga tashlab o'ldirib o'tdi. Shuning bilan Sultan 3-Murodning o'rniga Safiyadan bo'lgan bolasi 3-Muhammad taxtga chiqadi. 3-Muhammad sulton bo'lgandan keyin onasi Sulton Safiya davlatning ishlariga rasmiy aralashishga boshlaydi. Sulton 3-Muhammad Sulton Sulaymon qonunidan keyin tunji qatim qo'shinning beshida sirtqa qo'shin tortadi. Chunki Sulton Sulaymon qonunidan keyin kelgan sultonlarning hech qaysi qasrdan chiqmay urushga chiqib boqmagan edi. Sulton 3-Muhammad bu yomon odatni o'zgartirish uchun milodiya 1596-yili Vengriya va Avstriyaga qarshi qo'shin tortadi. Shundaqla bu ikki qo'shin orasida shiddatli urush bo'ladi. Bu urushda 3-Muhammad g'alaba qilib, g'oyat zo'r g'animat oladi. Osmoniylar Sulton Sulaymon qonunidan keyin bunchalik g'alabaga erishib boqmagan edi. Sulton 3-Muhammadning davrida Yenichar alohida muhofazat qismi, ya'ni izchilo qo'shini deb atalgan asli xristianning avlodlarini akilib, tarbiyalab, ularga islomni o'rgatib, harbiy qilgan mana shu Yenichar qo'shini bo'lsa, uningga isyon qilishga urinadi. Lekin 3-Muhammad ularni bostiradi. Undan boshqa 3-Muhammadning davrida G'azantepda Qurra Yazji deydigan bir odam, "Men kechidan tushimda payg'ambarimni ko'rdim. Payg'ambarim menga 3-Murod qarshi isyon qil dedi" deb bu gapni o'tirg'a chiqib tashlab, atrofga nurg'un kishilarni to'playdi va Osmoniylar qarshi isyon ko'taradi. Sulton 3-Muhammad uning qo'shin tortib, uni tinchitadi. Demak, Sulton 3-Muhammad ilgari bir qancha sultonlar qaragan vaqtda bir oz jasoratli edi. Bu sababdan uning davrida Osmoniylar bir oz umidlanadi, bir oz alg'a siljiydi. Lekin uning sultonlik davri faqat 7 yil davomlashib, milodiya 1603-yili Sulton 3-Muhammad vafot topadi. Sulton 3-Muhammad vafot topgandan keyin uning 14 yoshlik o'g'li Osmonlarning 14-sultoni 93-islom xalifasi bo'lib taxtga chiqadi. Sulton 1-Ahmadning yoshi 14 yosh bo'lsa-mu, lekin uning aqliy qobiliyati cho'nglardan qilishmaydi. U taxtga chiqqandan keyin boshqa Osmonlar sultonlariga o'xshash qirindishini o'ldirmaydi. Aksincha, qirindishi Mustafani qasriga sulab xizmatchilarni birib mushayda yeb ichib, mushayda o'ltirib deb siyosatni yiroqlashtiradi. Ondan keyin dadisining davrida Vengriya va Avstriya birlashma qo'shinini mag'lub qilgan bosh qo'mondan Lala Muhammadni chaqirtib, ana shu yaramli qo'mondanni o'ziga bosh vazir, ya'ni sadr azam qiladi. Shundaqla uningga qo'shinni qaytadan tartiblash va jonlantirish vazifasini beradi. Vengriya va Avstriyaga qo'shin tortishga buyruq qiladi. Muhammad Pasha zo'r qo'shin bilan Avstriya va Vengriyaga qo'shin tortib, ana shu urush jarayonida shahid bo'ladi. Undan keyin Sulton 1-Ahmad o'ziga Murod Quduqchi ismli bir odamni sadr azam qiladi. Sulton 1-Ahmadning davlat boshqarish va ba'zi qarorlarni elishdagi eng muhim yordamchisi bo'lsa, uning qobiliyatli ayoli Ko'sam sulton edi. Sulton 1-Ahmad sadr azam Quduqchi Murodga qo'shin tashkillab, Vengriya va Avstriyaga qo'shin tortishga buyurdi. Sadr azam Quduqchi Murod zo'r qo'shin bilan Vengriya va Avstriyaga qo'shin tortdi. Bu urush xili uzun davomlashdi. Ikkala taraf yengilmaydi, ikkala tarafdan nurg'unligan chiqim bo'ladi. Natijada milodiya 1606-yili 11-oyning 11-kuni tarixdagi mashhur Zikva turk shartnomasi imzolanadi. Bu shartnomada Yevropa, ya'ni Vengriya va Avstriya Osmoniyaning hozir qadar egallagan tuproqlaridagi egilik huquqini e'tirof qiladi. Shundaqla Osmonlarmi Yevropaga hujum qilmaydi. Har ikkala taraf o'zaro birisi-birini e'tirof qilishadi. Shundaqla Osmonlar zaminida Yevropaning elchixonalari ishladigan bo'lib, mushundaq kelishadi. Bu shartnomadan keyin Yevropa bilan Osmonlar o'rtasidagi tijorat jonlanadi. Lekin elchixonlarning ishlashi bilan tunji bo'lib Osmonlar tuproqlarida yangi fikrlar, ya'ni Osmonlar qarshi ba'zi fikrlar tarqalishga boshlaydi. Uning ustiga tunji bo'lib mana bu shartnomadan keyin Osmonlar tuprog'ida tamaki tarqashga boshlaydi. Natijada tamakiga Osmonlardagi ba'zi vazirlar, Yenichar askarlari hammasi kunishga boshlaydi. Osmonlar tuproqlaridagi Yevropaning elchixonalari bo'lsa, Osmonlar qarshi plan tuzadigan, suiqasd ijro qiladigan maxfiy bazalarga aylanadi. Sulton 1-Ahmad kishilarning orasida tamakining kengir tarqalib ketganligini his qilgandan keyin buning qarta nəhayət ig'ir jazo bilan tamaki cheklash qonunini chiqaradi. Lekin vazirlar va Yenichar qo'shinining hammasi tamaki ko'nib ketgan bo'g'achqa besim bilan bu qarorni amaldan qoldirishga majbur.
bo'ladi. Mana bu shu paytda Osmanlılar tuproqlarida isyon ko'tarilishga boshlaydi. Masalan, Anqarada Qalandar o'g'illari isyon ko'taradi. Safaviy davlati isyon ko'tarib, sulhini buzib, Tibrizga hujum qilib, Tibrizni tortib oladi. Ondan keyin Iroqning shimolini egallab oladi. Bu isyonlarga qarshi Sadr Azam qo'shin tortadi. Oldilan Anqarada bosh ko'targan Qalandar o'g'illarini, ya'ni bu baglikni bostirib tinchitadi. Ondan keyin Safaviy davlatiga keng ko'lamli qo'shin tortadi. Lekin Safaviylar davlatining shohi Shah Abbas ahli saliblar bilan birga Osmanlılarga qarshi ittifoq tuzib olgan edi. Bu sababdan Osmanlılar ularni mag'lub qilolmaydi. Keyiniga cho'kindirolmaydi. Amalsiz mag'lub bo'lib, Sultan Sulaymon qonunidan keyin egallab olgan tuproqlarning hammasini Safaviylar davlatiga qaytib berishga majbur bo'lib, shunday kelishim imzolanadi. Yana bir tarafdan Osmanlılar tuproqlarida echilgan Yevropa davlatlarining elchixonalari bo'lsa, Osmanlılar davlatiga har xil fikrlarni taqtish bilan birga Osmanlılar davlatidagi ba'zi vazirlarni, mansabdorlarni bir-birlab har xil usullar bilan setib olishga boshlaydi. Ya'ni Sultan 1 Ahmadning oxirgi davrlarida Osmanlılar davlatida rasmiy yuchuq boshlanishga, fikriy jihatda davolg'ish ko'tarilishga boshlaydi. Sultan 1 Ahmad hayotining oxirida hozir biz Istanbulda biladigan Sultan Ahmad Jamini bino qiladi. U milodiya 1617-yili oshqozon kasalidan 27 yoshida vafot topadi. Shundaqla Sultan Ahmad Jamining yeniga dafn qilinadi. Sultan 1 Ahmad vafot topgandan keyin uning o'g'li emas, bir tuqqan qarindishi Mustafa taxtga chiqadi. Nima uchun? Chunki Sultan 1 Ahmad Osmanlılarning ichidagi noyat yomon nachar odat bo'lgan qarindishni o'ltiradigan, mushundaq odatni yo'q qilish uchun Akbar va Irshad nizomini e'lon qilgan edi. Ya'ni Osmanlılar sultoni bundan keyin balasining balasiga emas, akidan ukiga, ondan keyin ukilar tugisa, cho'ng o'g'lining balasiga ma shaklda davomlashadi deb bu qonunni e'lon qilgan edi. Bu orqali Sultan 1 Ahmad qarindoshlarni o'ltirishdan iborat bu yomon illatning oldini olmoqchi bo'lgan. Bu sababdan Sultan 1 Ahmad vafot topgandan keyin uning o'rniga o'g'li emas qarindishi, ya'ni suloqdagi qarindishi Mustafa chiqadi. Lekin Sultan Mustafa uzun muddat suloqda turgan bo'lg'achqa aqliy qobiliyatining ketgan edi. Onasi Ko'sam sulton unga yordamlashgan bo'lsa-mu, lekin u taxtga chiqib 3 oydan keyin vazirlar va Yenichar qo'shinining besimi bilan taxtdan majburiy tushirildi. Ya'ni milodiya 1618-yili taxtdan tushirib, uning o'rniga 2-Osman yoki Genç Osman deb atalgan Osmanlılarning sultoni bo'ladi. 2-Osman yoshi kichik, ya'ni 13 yosh, ammo arab tilini, Paris tilini, Yunan tilini, Grek tilini va İtalya tili qatorliq 5 tilni pishiq biladi. Uningdan boshqa adabiyot, jo'g'rofiya va tarix fanlariga nihoyat pishiq edi. Bu sababdan Genç Osman yoki 2-Osman olim sulton deb ataladi. Shundaqla Yevropa podshohlari birdan-bir madaniyat seviyasi yuqori deb havas qiladigan sultonlarning birisi ana shu 2-Osman. Bilganimizdek 2-Osmanning dadasi bo'lsa 1 Ahmad, onasi bo'lsa Gretsiyalik Mahfuza edi. U taxtga chiqqandan keyin birinchi qilib qilgan ishi bo'lsa qavoqxonlarni cheklash farmoni tushirdi. Shundaqla haramxonni g'ayvat va suiqasd markaziga aylantirgan Ko'sam sultonni, ya'ni dadasining yeni bir ayolni Iroq joyiga palib o'tdi va o'ziga raqib tahdid ko'rgan ana boshqa qarindishi Muhammadni jallodga topshirdi. Ondan keyin Sultan 2-Osman Sultan Sulaymon qonunidan keyin tunji qatim qonun islohoti ilib berib, Qur'on hadisga tayinib turib, yangi hadislar qarta Qur'on hadis manbalik yangi qonunlarni tuzib, yana shu qonunlarni adolat bilan ijro qiladi. Sultonning bu qarorlari bo'lib bu kayf sapa, qavoqxonlarni taqashdan iborat bu qarorlari Zaboyga aylanib ketgan Yenichar qo'shinning nihoyat g'azabini qo'zg'aydi. Shundaqla sultonga bo'lgan dushmanligiga sabab bo'ladi. Buni his qilib qolgan Sultan 2-Osman Yenichar qo'shinni amaldan qoldirmoqchi bo'ladi. Sultan 2-Osmanning Yenichar alohida muhofazat qo'shinni amaldan qoldirishdan iborat bu istikini his qilib qolgan Yenichar qo'shini Sultan 2-Osman qarshi isyon ko'tarish planini boshlaydi. Ana shu yili Istanbulda nihoyat qattiq sovuq bo'lib, atrofdagi dengizlar, qo'ltiqlarning hammasi muzlab ketadi. Bu sababdan ochliq to'shiydigan kemalar Istanbulga kirolmay, Istanbulda ocharchilik, ya'ni ochliq qahatchilik yuz beradi. Milodiya 1621-yili Sultan 2-Osman Litvaniya va Polshadan iborat bu birlashma qo'shin qarshi Votinga keng ko'lamli qo'shin tortadi. Lekin bu qo'shinga kun tutib qoldi degan bahona bilan Yenichar qo'shini qatnashmaymiz deb turib oladi. Sulton ularga besim qiladi. Yenichar qo'shini amalsiz chiqqan bo'lsa-mu, lekin rasmiy urush boshlangan kunisi aktiv bilan urush qilmaydi. Bu sababdan Sulton 2-Osman qo'shini ularni mag'lub qilinmaydi. Ya'ni har ikki taraf birsi-birini mag'lub qilinmay, sulhilashishga kelishadi. Urushdan keyin Sulton 2-Osman bu urushda g'alaba qilinmasligimizning sababi Yenichar qo'shinining sustligi, aktiv bo'lmasligi deb qarab, Yenichar qo'shinni rasmiy shaklda amaldan qoldirmoqchi bo'ladi. Lekin Yenichar qo'shinni bevosita amaldan qoldirsa, qo'shin ozlab ketadi. Bu sababdan men haj qilib kelay degan bahona bilan Anatoliya tuproqlariga safar qilib, u yerdan yangi qo'shin tashkillashga kirishadi. Buni bilib qolgan Yenichar qo'shini endi bo'lmadi deb Sulton 2-Osman qarshi keng ko'lamli inqilob qo'zg'aydi. Yenichar qo'shini Sulton Ahmad maydoniga to'planib, sultonning hajga bormasligi, shundaqla davlatdagi olti vazirning kallasini ilib berishini talab qilib, namoyish va isyon qiladi. Sulton 2-Osman ularning talabini keskin rad qiladi. Yenichar qo'shini Sulton Ahmad maydonidan qo'zg'alib, Topkapı
Kapi sarayına besip girdi. Ve aqliy qobiliyati tuvanlik sababli taxtdan tushirilgan dadasining bir tuqqan qarindishi, ya'ni tag'isi Mustafani tutib, uni o'ziga sulton qilib elib chiqadi. Bu vaqtgacha Sulton 2 Osman qaytib keldi. Ondan keyin Yenichar qo'shini Sulton 2 Osmanning qasriga bostirib keldi. Va Sulton 2 Osmanning o'rdidagi muhofizatchilari bilan shiddatli urushib, oxiri Sulton 2 Osmanni tutib oladi va uni eshakka mindirib Istanbul shahar ichida sazoyi qiladi. Oxirida zindonga tashlaydi. Zindonga tashlab bo'ldi qilmay, uni nihoyat shiddatli qiynab, oxirida Yenichar qo'shini Sulton 2 Osmanni o'ldirib o'tadi. Sultonni o'ldirib o'tish Osmanlılar tarixida bo'lib boqmagan ish edi. Hatto ba'zi tarixiy manbalarda Sulton 2 Osman o'ldirilishdan ilgari qo'llari kesilgan va ba'zi pastkashliklar qilingan deb tilga olinadi. Buning sababi nima? Osmanlılar tuproqqa haroq-sharab kirdi, tamaki kirdi. Buningga eng avval Yenichar qo'shini ko'ndi. Kayf sapoga birildi. Islomiy qarash, islomiy aqidadan Yenichar qo'shini yiroqlashdi. Ya'ni bir mujohid islomiy aqida, islomiy axloqni yiroqlashsa, u mujohid emas, u bir qaroqchiga aylandi. Bunun tipik misali bo'lsa Yenichar qo'shini. Aslida bular mujohid, lekin Osmanlılar tuproqqa haroq sharab tamaki kirgandan keyin bular tabiatini butunlay yo'qotdi. Natijada Sulton 2 Osmanni o'z qo'li bilan o'ldirishdi. Sulton 2 Osman o'ldirilgandan keyin milodiya 1623-yili 13 yoshli Sulton 1 Ahmadning o'g'li 4-Murod Osmanlılarning sultonlik taxtiga chiqadi. Sulton 4-Murod bo'lsa Sulton 1-Ahmadningki Ko'sam sultondan bo'lgan bolasi. Bu sababdan bola tex kichik bo'lgan bo'g'achqa, ya'ni 13 yoshda bo'lgan bo'g'achqa. Shundaqla bu bola unchalik qobiliyatli bo'lmagan bo'g'achqa davlatni Ko'sam sulton boshqaradi. Ya'ni 10 yilcha Ko'sam sulton boshqaradi. Bu jarayonda har tarafdan olim ustozlarni taklif qilib Sulton 4-Murodni ta'lim tarbiyaga bilan bosadi. Sulton 4-Murod taxtga chiqqan vaqtda, ya'ni Ko'sam sulton davlatni boshqargan vaqtda vaziyat nihoyat murakkab edi. Chunki Yenichar qo'shini isyon ko'targan, inqilob qilgan, Osmanlı sultonini o'ldirgan. Yana bir tarafda, ya'ni Sharqda Safaviylar davlati haddidan eshiyotgan, Yevropa tarafda Avstriya tahdid solayotgan vaziyat mana shunday nihoyat murakkab edi. Sulton 4-Murod taxtga chiqib 5 kundan keyin sunnat to'y qilindi. Ondan keyin davlat ishlarini yuqoridagiimizda Ko'sam sulton qo'liga oladi. Bu jarayonda Sulton 4-Murodni faqat o'qish qilim soladi. Sulton 4-Murod 20 yoshdan oshgandan keyin ondan keyin davlatni qo'liga oladi va davlatni boshqarishga boshlaydi. Va davlatni muqimlashtirish uchun o'zi puxrochi kiyinib shahar kezib jamiyatni kuzatadi. Osmanlılar davlati ichida puxta istixborot markazi qurib chiqadi. Ondan keyin Sulton 2 Osmanning qotilini surishti qilish uchun maxsus mahkama quradi. Va bu orqali Yenichar qo'shini ichidan mush urush qatnashgan, ya'ni Sulton 2 Osmanni o'ldirgan va uningga yordamlashgan kishilar bo'lib, nurg'un kishilarni o'ldirdi. Ya'ni Yenichar qo'shininki besini keyniga yondirdi. Sulton 4-Murodning mana shunday davlatni o'z oldiga mustaqil ilib minishi Ko'sam sultonni azroq bearam qiladi. Buni his qilib qolgan Sulton 4-Murod o'zining onasini davlat ishlaridan yiroqlashtirib o'tadi. Shundaqla Sulton 4-Murod haroq tamakini keskin cheklaydi va ijro qilish va qilmaslikni o'zi bevosita kuzatadi. Chunki Yenichar qo'shini qardan chiqqani bo'lsa, ana shu haroq tamaki edi. Ondan keyin o'zining istixborot markazi orqali Yevropa elchixonalariga setilgan munofiqlarni birma-bir tepib chiqadi va ularning hammasini o'limga hukm qiladi. Setilma amaldorlar yo'qotiladi, fasodchilikqa qarshi turiladi. Natijada uzun bo'lmay quruq bo'lib qolgan Osmanlılar davlat xazinasi to'liq qilindi. Ondan keyin milodiya 1635-yili Safaviylar davlatiga qarshi keng ko'lamli qo'shin tortadi va Bag'dodni muhosiraga oladi. Bag'dod Abbosiylar xalifasining poytaxti bo'lg'achqa sepillari nihoyat mustahkam edi. Bu sababdan muhosira 3 yil davomlashdi. Oxirida Bag'dod sepillarini besib kirib, Bag'dodni ikkinchi qatim, ya'ni Sulton Sulaymon qonunidan keyin ikkinchi qatim, ya'ni Shialardan tozalaydi. Sulton 4-Murod Osmanlılar davlatining keyniga chekinayotganligini his qilgan, Yevropaning uyg'unish qarab menayotganligini e'tirof qilgan tunji Osmanlılar sultoni. Bu sababdan u maxsus hay'at tashkillab bizning keyniga chekinishimizning sababi nima? Qanday qilsak taraqqiy qila olamiz deb buning sabablarini tepish haqida vazifalantirdi. Lekin Sulton Murodning vafoti orzusidan burun keladi. U 17 yil sulton bo'lgandan keyin milodiya 1640-yili 28 yoshida vafot topadi. Sulton 4-Murodning davrida Osmanlılar davlati chekinishdan to'xtagan davr deb qaraydi. ya'ni alg'a taraqqiy qilgan emas, chekinishni Sulton 4-Murod to'xtatgan deb qaraydi. Sulton 4-Murod o'zining qarindoshi Ibrohim nihoyat qobiliyatsiz bo'lganligi uchun agar bu davlatning boshiga chiqib qolsa, bu davlatni vayron qilib o'tadi deb, undan boshqa hech qanday o'rinbosar bo'lmasa-mu uni zindonga tashlab o'limga hukm qilgan edi. Lekin uning o'lim hukmi texi ijro qilinmagan edi. Sulton 4-Murod vafot topgandan keyin uning o'lim hukmi amaldan qoldirilib turmadan chiqarildi va Sulton 4-Murodning o'rniga Osmanlılarning sultoni qilindi. Sulton 4-Muroddan keyin taxtga chiqqan Sulton Ibrohimning davri Osmanlılar davridagi ajoyib ishlar bilan, ya'ni g'ayri ishlar bilan to'lgan bir davr hisoblanadi. Biz keyingi darsimizda Sulton Ibrohim va undan keyingi Osmanlılar sultonlari bilan tanishamiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hamza kabi hem Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hamza kabi hem Arslan.